Agar uyda o'tirib ayollar o'ziga qo'shimcha shuni daromad qilishmoqchiligi bo'lsa, 3 milliondan 5 milliongacha topishligi mumkin boshlang'ich. Boshida hamma so'raydi, necha pul bilan boshlagansiz? O'sha ijtimoiy tarmoqlarda yoritib bormasa hech kim bizga yozmaydi. Men shundan bilganman. O'sha xaridorlarga yo'q desangiz, uni qaytib yozishmasligini bildim. Bir soatda tayyorlab berar ekansiz, shuncha pul olasizmi? Tez bitar ekan u deyishgan. U narsani ham o'ylab qolganman. 40 milliondan oshuv gullar sotganmiz o'sha xonadon uchun. Undan keyin masalan 20 million, 30 millionlik olishgan. O'zimni tanishtirsam, ismim Dilorom Tillayeva. Men bu sohaga kirib kelishimdan birinchi sabab bo'lgan narsa o'sha yangi uyga ko'chganligimiz sabab bo'lgan. O'sha yangi uyga ko'chganligimizda hamma o'sha jihozlarni olib kelganimizdan keyin uyimizda xuddi nimadir yetishmayotgandek, quruvga o'xshab ko'rinavergandek. Turmush o'rtog'im bilan birgalikda o'sha qanaqadir dekorlar kerakligini, chunki oldingi eski uyimizda ham o'sha dekorlar bo'lgan. Ular qanaqadir uyga boshqacha kayfiyat, boshqacha chiroy berib turgan. O'sha gullarga bozorga tushdik birga, yetishmayotganligini bildik hamda o'sha eski uyimizdagilar bu uydagi remontga, dizayniga mos tushmas edi. Chunki oldingi uyimda ham o'zimizda bo'lganda. O'shaning uchun turmush o'rtog'im bilan bozorga tushdik va o'sha uyimizga mos dekorlar, gullar qidirishni boshladik. Lekin bizani didimizga mos, bizani uyimizga mos gullar, dekorlar chiqmadi. Harakat qilib u magazindan idishini, bu yoqdan men bu gulini olib o'zim tayyorlasam bo'lar ekan dedik. U yoqda qanaqadir biz kamchiliklarni ko'rdik. Orqalari to'ldirilmagan, xuddi qo'l uchida qilingandek ko'rindi ko'zimizga. Shuning uchun harakat qildik, o'zimizni olib, undan bu yoqdan hammasini yig'ib uyga olib kelib, keyin ularni tayyorladim. Shu asosida shunaqa yugurib yurgan paytimizda turmush o'rtog'im shu ish o'zing qilsang bo'lar ekan. Chunki oldingi eski uyimizda ham hech nima eslab qaradik o'sha paytda, o'sha jarayonda hech nima tayyor sotib olinmagan. Idishni qayerdandir sotib olingan, keyin gullarni, tabiiy gullarning tagiga yashil pokesi bo'ladi. Uni ham turmush o'rtog'imga aytib yuborganman-da, o'sha tabiiy gullar sotiladigan gulchilardan olib kelib berganlar. Ularni esladilar. Hech nimani biz shunda sotib olmagan ekanmiz u uyimizda ham. Shunaqa holat ham bo'lgan. O'sha uyda o'zim yasagan gullarimizni eslab qarasak, keyin qarindoshlarimiz uyligi to'y bo'lganda uni prokatga ham olib ketishganda, ijaraga berib turing, kechqurun mana shu gullaringiz chiroyli sizni deb. O'shalarni esladik, lekin bu narsa qolib ketdi. O'sha paytda esladik, yo'q, qo'rqaman men, bunaqa ish qila olmayman dedim. Uyga kelib, o'sha gullarni chiroyli qilib tayyorladik, mehmonlarimizni kutdik. Hamma o'sha gullar yoqdi, uylarga mos tushibdi. Juda ham ranglarni mos tanlabsizlar deyishdi. Shu bilan qolib ketdi. Keyin yana ozginadan keyin turmush o'rtog'im yana aytdilar, qilmading shu ishni, harakat qil. Men mebel sohasida ishlayapman, har xil insonlarga o'sha oshxona mebellarini yasab berishyapti. O'shanda o'sha oshxona mebellarga men bitta tayyorlagan, bitgandan keyin shunaqa kichkina guldan beraman men ularga sovg'a sifatida deb aytdilar. Men 10 ta, 20 ta tayyorladim. Va o'sha har bitta bitayotganda oshxona mebeliga ular berishdi bitta-bittadan. Keyin yana boshqasi bormi deyishgan, mashinada turgan bo'lganda bittada o'sha bitta odam 3 ta 4 ta olib, 2 ta mebel уже tugatib bo'lishgan, lekin gullarimiz sotilib ketgan. Keyin odamlarni o'sha so'raganidan bularda ham ozgina ishonch bo'lib, shu narsani qilsang bo'lar ekan, qolmadi, yana yangi tayyorlab ber dedilar va keyin yana bitta ko'proq tayyorladik va shu asosida 2022-yili Telegram gruppa ochdik. Hamma yaqinlarimizni shu gruppaga qo'shib, shundan ishimiz boshlangan. Birinchi turmush o'rtog'im sabab bo'lganlar. Bu sohada tushkunlikka tushgan paytim juda ham savdoni, umuman biznesga bilmaganligim. Men bu sohada kollejda o'qiganman, iqtisod sohasida, moliya, bank sohasi bo'lganda tushuncham bor edi, lekin nimadir sotish juda ham qo'rqardim. Menga shu ish jarayonida o'qish, institutda o'qiganimda ko'plar qanaqadir qo'shimcha biznes taklif qilishganda, hech ikkalamasdan boshla eshitmasdan yo'q derdim. Men qo'limdan kelmaydi hech qanaqa sotish derdim. Lekin o'sha xaridorlar, tovar, hamma narsa haqida ma'lumotim bor, lekin uni ham o'zini, savdoni ham o'zini shu egasi, qanaqadir unga ham qobiliyat kerakligini bilganman. Hech qachon bu narsa bo'lmaydi menda, men hech qachon sota olmayman deb aytardim. Shuning uchun o'sha taraflama ishdan emas, ishimni o'zim yaxshi ko'rib, maza qilib qilasiz, hamma dam olasiz deyishadi. Chunki chiroyli gullarni har doim ko'rib, o'z
o'zingiz maza qilib dam olib tayyorlaysiz. Lekin sotishga kelganda uni qanaqa sotiladi, nima deb aytiladi, u ham bitta san'atligini bildim va o'shanda tushkunlikka tushdimki, qolib ketsa shuncha tayyorlagan narsam deb ko'p shu narsani o'yladim. Yaxshi bo'lib ketishini emas, balki bu ham xato ekan. Yaxshilikni doim o'ylash kerak ekan. Oxiri nima bo'ladi? Hozir shuncha gullarni ham juda ham kam miqdorda sotib olardim. Chunki qolib ketsa, nima bo'ladi, qolib ketsa deyaverardim-da. Keyin mana shu sarflama sotuvdan qo'rqib, o'shalarda ko'p tushkunlikka tushganman. Bu narsani maxsus kurslarda yoki qanaqadir kimgadir shogird bo'lib o'rganmadim. O'zim ko'rib o'rgandim. Ko'proq ko'rib, kimlarga nimadir yoqayotganligini ko'p o'zim misol ham Toshkent arxitektura qurilish institutida o'qiganligim uchun uy dizaynlarini juda ham yaxshi ko'rardim. Bino inshootlar qurilish fakultetida o'qiganmiz. Biz ko'proq o'sha katta bino, sanoat binolari, jamoat binolarining qurilishini o'tganmiz-da. Arxitektura yo'nalishida ular ichki dizaynini o'rganishardi. Men unga kirmaganligim uchun nimaga bizada shu fakultetimizda u narsalarni o'rgatishmaydi deb men ko'proq dizayn uylarning rasmini ko'rardim. Qayerda nima turadi, ularga nima kerak. Ko'proq shu interyeriga qiziqib, u yoqdagi gullar, nimadirlar mos tushganmi, dekorativniy narsalarni ko'p kuzatardim. Ulardan ko'rib o'rganganman. Qaysi masalan mos tushadi shu uyga yoki mos tushmaydi. Keyin biz ko'rayotgan rasmlar masalan chet elda bo'ladigan bo'lsa, ulardagi dekorlarni bizda topish iloji yo'q. Masalan, o'zgartirish mumkin. Ular qaysidir yashil daraxt qo'ygan bo'lsa, biz shu o'zimizda bor narsadan masalan ko'rishi shu bizda bor ekan bozorimizda, shuni o'rniga shu narsani qo'yib ko'rsa bo'lar ekan deb ularni o'sha interyerdan chegaraga chiqmagan holda, chetga chiqmagan holda shunga moslab tayyorlashni o'rgandim boshida. Keyin ranglarni uyiga moslab tayyorlab ko'rib, ko'proq o'sha rasmlardan ko'rib o'rganganman. Keyin baribirga inson xato qiladi, kamchiliklar ham bo'lgan. Masalan, o'zingiz tushunmaysiz, ustoz ko'rmaganingizdan keyin hamma narsani olib, qayerga nimani moslashtirishni ham o'rganish kerak ekan. Ularni to joyini topguncha menda ozgina vaqt ketib qolgan. O'shaning uchun aytardim, kimdir masalan o'rganmoqchi bo'lsa qaysi sohani, baribirga ustozda yoki qaysidir kursda o'rganib, boshlang'ich bilimni olish kerak ekan. To'g'ri, siz unga shogird tushib 1 yillikka ko'plar olmasligi mumkin. Ko'p unaqa yo'q shogird borishadi. Lekin ozgina bo'lsa ham boshlang'ich tushunchani olish kerak ekan. Xato qilmasligi vaqt ketkazmaydi, masalan, keyin o'zini mablag'i ketmaydi, ko'p xarajat qilmaydi. Shuning uchun o'zimdan shu narsa o'tganligi uchun, xatolik qilganligim uchun boshqa shunaqa hunar, nimadir ish boshlamoqchi bo'lganlarga shunaqa deb aytardim. Baribirga ozgina bo'lsa ham ustozdan maslahat olinglar. Shogirdlar olamiz. Bu ish jarayoni boshlangandan keyin 1 yildan keyin 2-yilga o'tgandan keyin ko'plar yoza boshlashdi. Shunaqa oling deb. Menda hali o'zim ustozman, qo'rqardim u narsani. Men o'zi qo'rqib odamlarga yo'qotdimmi deb shunaqa qo'rqotgan paytimda ko'plar yozishni boshlashdi. Kursingiz bormi? Onlayn kursga alohida videolar hali olinmagan edi, lekin o'sha 1 kunlik kichkina bo'lsa ham boshlang'ich ma'lumotni berishga, o'zimdagi qiynalmasin. Men nimadan boshladim, qaysilardan boshlab keyin murakkabiga o'tdim. Masalan, o'sha soddadan boshlab o'tilgan-ku, o'sha bo'yicha o'zim programma tuzdim. Kichkinagina 1 kunlik hisoblab 1 kunga yetadi. Ular bemalol uni o'zlashtirish oladi, boshlang'ich bilimni. Mana qayerdan nima boshlash bilmagan odamga 1 kunga ular qo'rqishdi ham. 1 kun o'sha tavakkal qilib mayli dedim. 2 ta qiz kelishdi boshida o'quvchilarim va ularga o'sha boshlab ketma-ket o'rgandik. Ular sekin-sekin quyidan yuqoriga qarab ketaverganimizda ular qiynalishmadi. Tushunishdi, ketma-ketlikda olib bordik. Hamma sir asrorlarigacha o'rgatdik, chunki o'tda ko'rib turishadi, o'zligi yasashdi, hamma ma'lumotlar berildi. Va ularga o'sha keyingi o'zligini ishligida murakkab narsalarni ham boshi bo'lganligi uchun bemalol yasab ketishadi. Qo'rqishligi kerak emas. Agar shogirdlarimiz sonini aytadigan bo'lsak, 15 tacha master klass o'tgan bo'lsak, hammasida har xil kelishgan, eng kami 2 tadan bo'lganda ham o'sha bir 30 tadan 50 tadan oshiq shogirdlarimiz bor. Ular o'zini bizneslarini boshlashgan, ko'plar bizga o'sha bu yoqda o'tib qilingandan keyin, master klass o'tgandan keyin borib hammaliga tayyorlashganligini, baribirga meni shogirdim bo'lgani uchun meni qanaqadir nimadir o'xshashi mumkin, lekin baribirga ular o'zini fantaziyasini qo'shib yengillik qilib kiritishganligini ko'raman va xursand bo'laman bu narsadan. Shu narsadan keting. Bu yoqda bir xil bizaniki bilan bir xil chiqqan bo'lsa
ham yasashganligi, uyga borib yasalgan narsaligida ular o'zligidan nimadir qo'shganligi, boshqa narsa chiqadi. Umuman bir xil qo'rqishi mumkin. Masalan, shogirdlarim mendan zo'r bo'lib ketadi debdi. Ularni o'zini yo'nalishini topishar ekanda. Chiroyli chiqibdimi deb hammalik rasmni tashlashganda yoki shu gulim sotilyapti deganda xursand bo'laman. Biznesligini boshlab o'zligi daromadga chiqishgan. Agar uyda o'tirib ayollar o'zligiga qo'shimcha shuni daromad qilishmoqchiligi bo'lsa, 3 milliondan 5 milliongacha topishligi mumkin boshlang'ich. Qaysidir bayramlarda bundan ham ko'p 15 milliongacha bo'lishi mumkin. Chunki bayramlarda ko'p hamma hadyalarga olishadi, uni hisobiga bo'ladi. Lekin agar yaxshi ishlashsa, doimiy harakat qilishsa, 5 million, 6 milliongacha daromad, foyda ko'rishligi mumkin. Buyurtmalarni kimlar beradi? Biza o'sha o'zimizning xalqimizga, ayollar, erkaklar, aka-ukalarimiz berishadi. Ular ko'proq olishayotganda ham aytadi, qimmat gullaringlarni kimlarga, nimaga olishadi deb. Avvalo uyligiga olishadi. Ko'plar shu yangi uyga ko'chayotganligida xuddi shu o'zimizdan boshimizdan o'tganligi uchun uyligini rasm tashlab, shu burchagimni to'ldira olmayapman, nimadir yetishmayapti shu o'tga deyishadi. Shu uyligiga mos kerakli o'sha bizdagi bor dekorlarni tashlab beramiz. Mos tushsa, ko'ngliga yoqsa olishadi. Keyin ko'plar hadyaga olishadi. Masalan, tabiiy gullarni so'lib qolishini, masalan, qo'shnisiga yaqin inson qo'shnisiga gul bergan, tabiiy gul. Ertasi kuni bitta joyda turgan bo'lganda, o'sha chiqindixonada, musorxonada o'sha bergan gulini o'zi ko'rgan. Chunki so'lib qolgan, tashlagan, bitta joyda tashlaymiz. Shunaqa ko'zimga xunuk ko'rindi. 3 kun oldin shu narsani beruvdim, o'sha yerda yotibdi. Ko'zimga juda ham xunuk ko'rindi. Shuning uchun xuddi pulim yerda yotgandek, xuddi pulimni tashlagandek shu narsani olganman. To'g'ri, men unga berdim, lekin o'sha yerda ko'rib boshqacha bo'ldim deb shu narsalardan hadyaga olishadi ko'proq. Hamda o'sha yaqinlariga yoki o'zini ish joyiga, uylariga interyerligini chiroyli qilish uchun sotib olishadi. Eng qimmat sotgan bitta unaqa bir dona gulimiz yo'q. Unaqa umumiy olganimizda o'sha xonadonlarga biz ko'plab o'sha yangi qurilgan xonadonlarga loyiha qilib o'sha uyligiga moslab gullar tayyorlab berganimizda 3 ta katta mashinada gullar olib borganmiz. U yerda hammasini ular olishligi kerak emas edi. Faqat ular aytishdiki, bizga olib kelib ko'ringlar, biz tanlab olamiz mosini deyishdi. Biz borini olib bordik. Nimaylar bo'lsa olib kelinglar, biz moslaymiz dedik. Ularga shu narsa yoqdi. Biz shunaqa qilamiz, bitta joyingizga 2 ta yoki 3 ta gul ham chiqadi bizada. Chunki uy juda ham katta edi. Shunga moslab tayyorladik ham. Ko'pini rasmga olib, oldin borib ko'rib oldik. Masalan, mana bu yoqdagi narsalar u yoqqa mos tushmadi uyligiga-da. Men o'zimda tayyor shu narsa deb olib borgim kelmadi. O'zingizda turganingizda olib keling mayli deyishdi, lekin bu yoqdagi xuddi mos tushmagan narsani olib borgim kelmadi. Bitta joyiga o'sha moslab 2 tadan, kamida 2 ta, 3 tadan gullar tayyorladik. Bitta o'sha burchagiga, masalan, kichkina shunaqa gullardan bo'ladigan bo'lsa, hammasini olib bordik o'shalarni. Ular har bittasini qo'yishdida, uy katta bo'lganligi uchun gullarimiz hech qaysi qaytib chiqmadi uydan. Qoladi deyishyapti. Bu o'tga mos tushar ekan deyishdi. Mansardalar bor, pastda fodorlarda joylar bor. Hamma gullarimiz kirib ketdi. Umuman gul qolmadi. Oxirida shu 2 ta gul, chunki aytayman, bitta joyga 2 tadan gul tayyorlaganmiz. Oxirida shu xo'rlarga o'zim tashlab ketganman. Bir 40 milliondan oshuv gullar sotganmiz o'sha xonadon uchun. Undan keyin masalan 20 million, 30 millionlik olishgan keyingi xonadonlar. Shunaqa qilinganda ko'proq gullar xarid qilishadi. Shuning uchun har doim gullarimiz turadi tayyor. Biznes yuritishda avvalo shu oila vaqti bo'lishi mumkin. Masalan, o'zimda o'tgan narsa boshida o'sha qo'rqqanligimdan srazi borib katta qanaqadir mablag'ga hamma o'zimga kerakli mahsulotlarimni sotib olmaganligimda shu borib donalab har kuni bugun sotdim-ku, shuni puliga yana ertasi kuni borib olganligimda-da. Shu masalan mablag' qanaqadir to'siq bo'lishi mumkin yoki qo'rquv yoki oilaviy sharoit bo'lib har kuni ko'chaga chiqmasligi mumkin. Va har kuni ko'chaga chiqdim 1 oy davomida. Ertalab turaman, xo'jayinim hayron, qayerga ketasan? Chunki ishlamay uyda bo'lganligim uchun har kuni kiyinib tayyor bo'lsam, ularga g'alati tuyulardi-da. Qayerga ketasan bugun ham? Yana narsa olib kelishim kerak. Bugun ham olib kelasanmi? Ha, nimadirim qolmadi. Sotildi, men narsa olib kelaman. Bu narsalarda ham xato qilganligimni ham bildim. Chunki savdoni bilmaganligingiz, bozorni bilmaganligingizda o'sha borganimda men olayotgan, men buyurtma olgan gullar yo'qligini bildim. Meni pulim bor, lekin buyurtma olgan gulim yo'q, qolmagan. O'shanda o'sha bozordagi ishlaydiganlar aytishdi, agar pulingiz bo'lsa, u narsani ko'proq olib oling, ozgina
qanaqadir pul unga qo'shish kerak. Siz har doim kelyapsiz, demak sizda savdo bo'lyapti. Qo'rqmay ovring. Gulli chet davlatlardan keladi. Bitta kelishganda sizdan ko'proq o'zimizni sohadagi insonlar olib ketib qolishadi bittada ko'proq. Sizga shu qolmayapti deyishdi. Men voy bu gulda men buyurtma bo'lganman. Qanaqa qilib yo'q deyman hozir deb rosa o'sha paytda bildimki, bozorda hamma narsa mani pulim bo'lsa ham turaveradi deb o'ylaganman. Ha, xohlagan paytimda tushib olib tayinlab beraveraman deb qo'rqmasdan insonlardan buyurtma olganman-da. Keyin u insonga nima deyman hozir deb juda ham o'sha paytda tushundim. Bozori unaqa har kuni tushmasdan keyin shu 1 oy o'tganligidan keyin bular masalan o'zlari aytdilar, keyin mani sinaganlar, masalan qani endi nima qiladi deb. O'shanda inson o'zini qanaqadir tushkunlik, uyda kimdir urishsa yoki vaqti bo'lmasa bahona qilmasdan, bo'ldi, hech kim menga yordam bermadi yoki qo'yib yuborishmayapti demasdan odam o'zi harakat qilsa, chetdagi odamlar ham ko'rar ekan, mana mas'uliyat bilan yondashyapti shu ishga deb, o'zimni turmush o'rtog'im bo'lmasam o'zlari aytganlar, lekin boshida qanchadir miqdorda o'sha gullarga, kichkina gullarga yordam berdilar-da, keyin tashab qo'ydilar. O'zini o'zi bo'lib keturdi-da, u sotildi, men uni o'rniga gul olib kelib tayyorlaverdim. Har 1 oydan keyin qani oldimga tush, har kuni bunaqa borib bo'lmaydi. Keyin men aytdim yana, voy men olib qo'yganman buyurtmalarni hozir qolmas ekan desam, bozor shunaqa dedilar. Chunki bular necha yildan beri biznes sohasidalar, biladilar. Xaridorlar bilan gaplashish bozori. Faqat sinovdim, o'zing qiziqyapsanmi yoki meni aytganim bilan boshlab ko'rib tashab ketasanmi deb o'yladim dedilar. Keyin voy men unaqa qilmayman, boshlaganman. Keyin ko'rdim, kechqurun bo'lsa ham tayyorlaganman gullarni, o'zi ko'zlari bilan ko'rganlar, chunki zakaz olganman, ertalab berib yuborishim kerak deb. Keyin tushib ko'p-ko'pdan olib berilgan. Shu olayotganda ham qo'rqqanman-da, kamera oldirtirganman. Mablag'lari bo'lsa ham boshida hamma so'raydi, necha pul bilan boshlagansiz? Ko'plarga qiziq yoki kelishganda o'zimdan ham shogirdlarim so'rashadi. Men 3 millionga yetmaydigan. Chunki pullari bo'lsa ham men oldirtirmaganman, qo'rqaman. Qolib ketib qolsa, sotolmay qolsam deb-da, voy sotiladi desalar ham qo'rqib shu 2,5 million, 3 millionga yetmaydigan puldan boshlaganmiz. Shuning uchun qo'rqmasliklarini menga o'xshab, agar siz harakat qilsangiz, vaqtida hamma bilan muomala qilishni o'rganib, o'sha ular bilan yaxshi buyurtmachilar bilan yaxshi muomala qilsangiz, chiroyli narsa tayyorlab bersangiz, qo'rqish kerak emas ekan. Bu sohada faqatgina hamma sohada o'zi aytishadi, inson narsani chiroyli qilib bersam bo'ldi. O'sha narsani tovar holatiga, sotiladigan holatga ham keltirishni ham o'rganish kerak ekan. Masalan, shu kliklar ko'rinib qolmasligi, uni chiroyli qilib, qadoqlab qilib berish kerakligi, insonlar olganda u narsani xursand bo'lib, xuddi zavoddan, fabrikadan chiqqandek ko'rinishda bo'lish kerakligini o'rgandim. Keyin faqatgina mahsulotni chiqardim, olmas, uni chiroyli qilib ta'riflab tushuntirib berish, qatlarga mos kelishini aytib berish kerakligini, keyin insonlar bilan o'sha muomala qilish kerakligini, masalan, bitta narsani so'raganda yo'q deb yozib yuborganmiz ko'p holatlarda biza. Turmush o'rtog'im o'sha narsalarni ham o'rgatdilar. O'zi keyin masalan biznes, o'zingiz faqatgina gul yasash mani shu ekan meni ishim emas. Keyin shu narsalarni ham o'rgandim. Bu ham turtki bo'ldi menga. Marketing nimaligini, bozor nimaligini, xaridorlar bilan qanaqa gaplashish kerak. Bu bo'lmasa o'rniga bunimiz bor, bu tushadi desa, keyin odamlar va shu bormidi deyishardi. Ko'proq onlayn bo'lganligi uchun biz u insonni ko'rmasdan turib gaplashamiz. Yo'q deyish, umuman ishni yo'q qilish oson ekan. Boshlash bilan yo'q qilish oson deb o'ylayman. 2-3 kun safarlarga ketganimizda yoki ishlarimiz bo'lmay, vaqt topolmay yozolmasak, hech nima agar biza faoliyatimiz haqida shu ijtimoiy tarmoqlarda yoritib bormasa, hech kim bizga yozmaydi. Men shundan bilganman. Odam o'zini eslatib turish kerak ekan. Yo'q qilish juda ham oson ekan. Agar siz 2-3 ta o'sha xaridorlarga yo'q desangiz, ular qaytib yozishmasligini bildim. Keyin ular bilan muomala qilishni o'rganib, sirazi nimadir so'rasa, yo'q, bunaqa yo'q demasdan, bu o'rniga bor yoki shunaqamiz bor deb tayyorlab beramiz yoki shu narsani qo'yib ko'rsangiz bo'ladi, mos keladi deb ular bilan muloqotda ham keyin o'rganganman. Buyurtmalar bilamiz, hamma shoshadi, hammani vaqti yo'q hozirgi kunda yoki shunaqa bo'ladi, nimadir olmoqchi bo'lishadi odamlarda. Hozir hamma tez yoki hammani xayolida har xil esdan chiqib ketib qoladi, bu yerda kunlar o'tib ketadi, shu kunga kerak edi deyshadi. Agar shunaqa narsalarimiz bo'lgan, tayyor holatda bo'lsa, 1 soatda ham tayyorlab bergan gullarimiz ham bo'lgan. Keyin shunaqa narsalarni ham aytishgan,
bir soatda tayyorlab berar ekansiz, shuncha pul olasizmi, tez bitar ekan u deyishganki, u narsani ham o'ylab qolganman. Voy, unaqa ham qilib bo'lmas ekan, chunki idishlarimiz qotiriladi, ular tayyor bo'lsa, ustilari qoplanib, tayyor qilib qo'yamiz-da. U odam aytilsa, masalan, shu rangi shu desa, shundoq tez qilinadi u narsa. Keyin unaqa da ham aytib bo'lmas ekan, tez tayyorlab bersangiz ham shunchaga shunaqa olyapsizmi, tez tayyorlab berdingiz deyishgan. Va xursand bo'lishmas ekan unda ham deganmiz. Hamma narsani bitta-bitta o'rganib, masalan, agar xursand bo'lishadi, agar shu voy tez tayyor bo'ldimi deb harakat qilamiz, biz tezroq tayyorlab berishga, uni tayyorlab bergandan keyin u insonga rasmi tashlanadi, vaqt ketib qoladi demoqchiman. Shuning uchun agar uzoq, masalan, katta baland bo'yli arxiziyalarni eng mukammal holatligini yo'lga qo'yganmiz biz. Bo'yimizdan baland 182 metrgacha bo'lganlarni kun davomida 3-4 soatda tayyorlanadi ular. Ishlar tugagandan keyin ko'proq yasaman kechqurun. Chunki bo'linmaysiz, chalg'imaysiz, kun davomida buyurtmalar bo'ladi, kimdirlar kelib qolishi mumkin, ular bilan gaplashsangiz, bo'linaversangiz, anaqa diqqatingiz bo'linib, bitta tayyor bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun o'sha kechqurun ko'proq tayyorlayman. Ilhom o'zi hamma ijoddagilarga kechqurun deyishadi. Men o'zim ham kechqurun tinch bo'lganda bemalol hech qanaqa bo'linmasdan bitta o'sha narsani 3-4 soatda katta gullar, katta baland bo'yli orxideyalarimiz bor. Shularni shunaqa soatda tayyorlaymiz. Hozirgi kunda oldin o'sha idishda ko'proq tuvakka o'xshagan idishlarda tayyorlagan bo'lsak, hozirgi kunda chet el, Yevropadan kelayotgan o'sha dizaynlarda ko'proq katta vazali kushillar yana qaytib kelyapti. Chunki menga oldin tashashganda kushillarim bor, katta. U paytda ular modada emas edi. Mana endi ular hozir o'sha trendda vazali ko'proq bazaga gullar tayyorlayapmiz. Idishlar xuddi oldingi o'zimizdan tuvaklar emasda, katta vazali, kushillarga o'xshagan vazaliga gullar tayyorlayapmiz. Yangi ayollarga boshlamoqchi bo'lgan ayol qizlarimizga tavsiyalarim ko'proq o'sha o'ziga qiziqqan sohani tanlasin. Mana ko'plar o'zimda ham, masalan, meni soham boshqa bo'lsa, ko'plar uyda o'tirib dekretdagi ayollar ko'plar nimadir qilib ko'rsam yoki kimnidir biznesi zo'r bo'layotgan bo'lsa, shuni qilay deyshadi, lekin o'zligidan kelib chiqishligini xohlardim. Masalan, kimdir sohasi boshqa soha bo'lsa ham, masalan, kosmetikaga qiziqishi mumkin. U yaxshi biladi qanaqa qatga nima surilishini, shu sohani o'zligidan kelib chiqsa. Masalan, ko'plar o'sha ijtimoiy tarmoqlarda voy shuni biznesi zo'r bo'lyapti, siz shu narsaga foyda bo'lyapti, hozir shuni odamlar olyapti deb o'zi tushunmagan sohani tanlab qo'yishligi mumkin. Agar biznes boshlamoqchi bo'lsanglar, o'zingiz tushungan sohani, biladigan narsani bitta ko'rganda, shu narsani sifatini, hamma narsasini bilib oladiganni boshlashinligini aytardim. Kimdirlar kiyimlarni yaxshi tushunadi. O'zini sohasi, masalan, o'qituvchi, tikuvchi, hamshiralar, bank sohasida ishlaydigan ko'p o'rtoqlarim boshqa sohali bo'lib ketganda, men hayron qolaman. Shu iqtisodda o'qiganmiz, o'qituvchi bo'lganlar kun davomida hozir masalan ruxsat berishmaydi o'qituvchiga, masalan, har kuni ishlab kelishiga. O'shalar uyda o'tirgan holatda boshqa bizneslarni ochishgan. Shuning uchun o'zingizlar qiziqqan sohada sizlar nimani bilasizlar ko'proq, shu sohani boshlanglar, qo'rqmasliginglarni xohlardim. Boshlaganinglardan keyin o'zi ketma-ket vazifalar kelaverar ekanda. Boshlaganingizdan keyin shuni odamlar, xaridorlarni o'zi sizni yo'lga solib ketaverar ekan. Faqat o'sha sizga nimadir aytilayotganda siz xo'p deb bajarishingiz kerak ekan. Biz ko'pida shunaqa xo'p deb bajarganmiz. Xo'p, shunaqa narsami? Shu narsani aniq qilaman, nima derdi? Qo'yib ko'ring, mana shu narsa shunga mos tushadimi desa, erinmasdan biz qilib ketaverganmiz. U bizga dars bo'lgan. Shu narsalarni qo'yib berganimizda insonlarning o'sha talablarini taklifga almashtirganimizda osonroq bo'lgan. Shuni aytib o'tardim, qo'rqishmasligini, doim harakat qilishligini. Hozirgi o'ylayotgan narsalarimizni eng ko'p kelayotgan savoli direktda ko'proq hadyaga olishadi. Hammaga universal tushadigan, hammaga yoqadigan, yosh tanlamaydigan hadyaga mos narsalar chiqarmoqchimiz, sovg'ali. Masalan, qanaqadir qutilarni ichida o'sha gul bo'ladi, yoniga yoki shu uyiga dekor qo'yib beriladimi? Shunaqa hozir loyihalar ustida ishlayapmiz. Ko'p savollarimiz shundan bo'lyapti. Har kunlik gullarimiz bor, sovg'aga mos gullar. Hammaga tushadi, yoshga ham, qariga ham shunaqa narsalarni ko'proq tayyorlashimiz hamyonbop bo'lishi kerak. Ko'p bizning klientlarimiz, xaridorlarimiz xijolat bo'lib aytishadi, arzonroq, chunki yonda sovg'am bor deyishadi. Biz xijolat bo'lmang, bilamiz, tushunamiz. Chunki har doim gullar oldida qanaqadir insonlar sovg'a olishgan bo'lishadi. O'shanga shu hamyonbop
ko'rimli olib borganda, masalan, kichkina emas, ko'rimli insonlarni ko'zini quvnatadigan, olib borgan odamingizni o'sha xursand qiladigan hadyalarni tayyorlashni ustida ishlayapmiz. Juda ham xursand bo'laman. O'zi gulni yaxshi ko'raman. Hozir yana ko'chada nimadir gulni ko'rib qolsam, tabiiy gullarni ham ko'plar aytishadi. Hozir aytib o'taman, tabiiy gulni yoqtirmaydi, sun'iy gul tayyorlaydiganlar deyishadi. Unaqa emas. Tabiiy gulni ham yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Hamma narsani o'zini o'rni bor. Masalan, menga ham juda ham ko'p sovg'a qilishadi. O'zim yerda kichkina gul bo'lsa ham, faqat o'zimni farzandlarim menga gulni yaxshi ko'rganimni bilib, ko'p gullarni uzib kelaverishadi. Mana katta qizim, hozir o'g'lim qurigan bay bo'lsa ham berib, "Oyi, sizga sovg'a qildim" deydi-da. O'shani keyin qaysi 2-3 soatdan keyin so'raydi, "Sizga bergan gulim qani?" U bay, shoxli bo'ladi. Men ularni solib qo'yaman stakanlarga, ko'rsin, mana rahmat deyman. Ular bilishadi. Ko'chada to'xtamasdan o'tmayman. Masalan, gulni ko'rdimmi, bas to'xtayman. Allohning mo'jizasi, shunaqa narsada birpas tomosha qilib, o'zim yaxshi ko'raman hammasini. Bu ishda umuman charchamasdan shuning uchun tayyorlayman. Boshidan turmush o'rtog'im yordam berdilar. Hamma taraflama. Shu tushkunlikka tushganimda uni o'rgatganlar, yonimda bo'ldilar. Chunki bu meni soham bo'lmaganligi uchun ko'plar buni meni ishim deb qabul qilishmadi. Ko'plar bilishmadi bu narsani. O'zim ishimni yaxshi ko'rganim uchun ham turmush o'rtog'im shu narsaga yordam berdilar. Chunki kichkina farzandimda ozgina shu tili kech chiqishi, gapirishi bo'lganligi uchun u bilan ozgina shug'ullanish kerak bo'lib qoldi. Juda ham o'sha ishim bor edi, qaytaman deyotgan paytimda menga shunaqa bo'ldi, uyda o'tirishim kerak. Ya'ni o'sha bola parvarish ta'tili, shu dekret ta'tili ko'proq bo'lish kerakligi 2 yil, 3 yilda emas, men 5 yilgacha bu bola bilan shug'ullanishim kerak bo'lib qoldi-da. O'sha paytda tushkunlikka tushdim. Uyda o'tirar ekanman, hech nima ish qilmas ekanman. O'zi shu ishlayam ishsan ketsalar, bular menga bo'lmadi. Chunki ishlaganman, o'qiganligim uchun nimadir qilgim keldi. O'shanda bular yordam berdilar. Shu farzandim yoningda bo'ladi, uni ham olib borib kelasan, mashg'ulotlarga, shifokorlarga, qatnaydigan shifokorlarga olib borib kelasan, ham bu ishni ham sekin qilasan. Ikkalovini parallel olib bora olarkansan, mas'uliyat bilan qilsa, odam vaqtini to'g'ri taqsimlab olishi kerak ekanda. O'sha narsalarni ham o'rgangan. O'z yoshligimdan reja tuzib ish qilardim. Bu narsa umuman hammaga yordam beradi. Agar rejada ishlar qilinsa, ulgursa bo'lar ekan. Hamma ishga ham, bo'lmasam buni uyda tayyorlaganmiz, hozir shu joyimizda ikkita tarafi bemalol olib borsa bo'lar ekan ayol kishi. Instagram orqali o'z bizani sohamiz, yo'nalishimiz, masalan, do'konimiz bo'lgan taqdirda ham ko'p hollarda yetkazib berishdan yoki shu narsalardan Instagram orqali ko'rdim deyishadi. Ko'p insonlarga tanilish hozir oson bo'lib qoldi. Ko'p do'kon, magazinchilarning yoniga borsam, o'zim ham masalan bozorga borsam, oldin ijtimoiy tarmoqdan ko'rib, boshqa do'konlarga kirmas shu do'konni qidirib yuraman. Oldin insonlar masalan ertalab bozorga borib, hamma do'konlarga kirib, masalan aylanib, o'shandan eng yaxshisini olishadigan bo'lsa, hozirgi kunda to'g'ri borib, masalan shu do'kon qayerda deb o'shatdan borib, o'shatdan olib ketishayotganligini, hech kim ortiqcha vaqti yo'qligini bildim. Shuning uchun afzalli taraflari siz tez tanilasiz hamda sizga kerakli xaridor hamma o'tgan ketgan yoki siz bilmagan insonlar, o'zingizga kerakli bo'lgan insonlar o'zini rasmdan ko'rib tez savdo sotiq qila olasiz. O'zi ko'rgan, sizni anchadan beri kuzatib yuradiganlar bor. Hozir mablag'im yo'q edi, mana sizni qanchadan beri kuzataman degan kuzatuvchilarimiz bor. Yoki men yangi uyga ko'chdim, mana endi sizdan olaman, anchadan beri kuzataman. Shu gullar уже bilishadi qaysi gul qayoqqa tushishligini ham. Shunda yordam bergan ijtimoiy tarmoqlar. Tezroq, osonroq siz tanilasiz. Hamda savdo-sotiq ham osonroq bo'ladi. O'zbekistonda ayollar uchun hamma sohada, biznesda ham umuman xos qiyinchilik yo'q deb o'ylayman. Hamma sharoitlar bor. Masalan, hunarmandlik uyushmasiga a'zo bo'lganman, o'zim yo'qdek ko'p ayollarni taniyman. Shuning uchun harakat qilishsa, izlanishsa, umuman cheklov yo'q ularga. Masalan, o'zligi qiziqqan sohaligini ishlab, qanaqadir kreditlar ham, masalan, hozir kichik biznesga imtiyozli kreditlar ham berishyapti.
o'zligini loyihaligini agar yaxshi ko'rib, to'g'ri tushuntirib berishsa, biznes rejaligini ayta olishsa, hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Qanaqa o'sha o'zini foiz, soliqlardan ham ozod etilgan. Faqat ulardan harakat tuyuladi. Harakat qilish kerak bo'ladi. Bu biznesda katta xato qilgan ishim, qilingan mehnatni ustiga narx qo'yilayotganda, endi hozir shu narx borasida xato qilganman. O'zimning mehnatimni to'g'ri taqsimlanmaganligim, o'zimning mehnatimga yaxshi baho bermasdan juda ham arzon narxda baholaganman. Shu ishni qildim, oson-ku, 10 ming deb ko'p gullarni ustiga 10 mingdan qo'yganman, ustiga narx qo'yilayotganda. Bu narsa menga o'sha zararga qanaqadir miqdorda ishlagan bo'lishi mumkin, lekin hozir aytganimda foyda bo'lgan, ko'p xaridorlarni orttirganmiz, lekin baribirga shuni biznes boshlamoqchi bo'lganlardan aytaman, boshidan o'zingizning mehnatingizga o'sha o'zingizni insof bilan to'g'ri narx qo'yishligini so'raydim. Masalan, osmondan 2 baravar emas, yoki juda ham past qo'yish kerak emas ekan. O'rta, hamyonbop xalq ola oladigan narxga qo'ying. O'zingizning mehnatingizni to'g'ri taqsimlang, o'zingiz to'g'ri baho bering degan bo'lardim. Chunki o'sha narsani qilganimizdan keyin arzon bo'lganligi uchun juda ham buyurtmalarni ko'p olganman. Kechasi uxlamasdan tayyorlagan kunlarim bo'lgan. Menga yordam bo'lgan. Bitta gulni 30 ta 40 talab tayyorlaganmiz. Oson tayyorlaganman u narsani. Chunki hech qanaqa joyi yoki katesi yo'q, uni sho'tga shuni tiqasan degan santimetrda o'lchab qilgan bo'lsam, qaysidir kunlarda o'sha keyingilarida o'lchamasdan shunda o'zi qo'lingizni chamalab qilib keta oladigan darajada bo'lganman. Lekin menda pulda yoki foydaga kirib ketmagan bo'lsam ham tajribam oshdi o'sha asosida. Ko'plab xaridorlarga ega bo'ldim. Keyin u narsa o'zini oqlamagandan keyin biznesda masalan baribirga qanaqadir sizga motivatsiya bo'lmasa, pul kelmasa, nimadir bo'lsa motivatsiyangiz tushib ketadi. Hech nima foyda yo'q ekan, kerak emas deyishingiz yoki o'zingiz yaxshi ko'rib qilganingizda ham yaqinlaringiz u narsani xohlamas ekan. Shumi topayotgan puling? Nima qilasan shunchaga shuncha narsa ekan deb sizni motivatsiyangiz yo'qolmasligi uchun ham boshidan to'g'ri narx qo'yishligini so'rardim. Hamma biznes boshlayotganligi, keyin u narxni oshirishingiz ancha qiyin bo'lishini, sizni boshqa chetga xaridorlar tushunmasligini, endi shunaqa narsalar ko'p aytishgan. Xaridorlaringiz ko'payib ketdi, ishingiz zo'r yurishib ketdi-da, endi bemalol katta narx qo'yyapsizmi deb aytishgan. Lekin o'zi noto'g'ri narx qo'yilgan bo'lgan. Ularga u narsani tushuntira olmas ekan. Shuning uchun hammadan o'zingizni shogirdlarim ham kelib aytishgan. Men ustiga pul qo'ymayman, borib kelaman, shuni sotaman. Men maza qilaman shu ishda, menga pul kerak emas deyishganda. U shogirdlarim 2-3 marta bozorga borib, bitta narsani olib kelib, har xil holatda bozorlardan olib kelishgandan keyin charchab, yo'qligim kelmayapti deb aytishdi. ishligini tashlashdi. O'shaning uchun baribirga inson o'ziga to'g'ri narx qo'yishi kerakligini shu biznesni boshlaganimda o'rganganman. Men ko'pida shu faziga shuni solib qo'yishga shuncha pul olamanmi? Va hech nima emas-ku deganman. Ular bilinmagan. Lekin u narsalarni olib kelish, sizni vaqtingizni olish kerakligi, u narsalar hisobga olinmagan menda. Shuning uchun yangi boshlamoqchi bo'lgan opa-singillarimizga, biznes boshlamoqchi bo'lganlarga boshidan o'zingizning mehnatingizga to'liq chiroyli insof bilan narx qo'yishligini so'rayman.